Assalomu alaykum. Bugun tonalniy kremlar haqida gaplashamiz. SS krem, BB krem va tonalniy osnova, ularning farqi nimada? SS krem u qadar katta muammolarni yopmasa-da, lekin oziqlantiruvchi, namlantiruvchi va pigment dog'lariga qarshi kurash xususiyatiga ega bo'lganligi uchun ham siz uchun juda ham foydali. Bu yerda ya'ni SPF 35 bor. Bilasiz, SPF quyosh nurlaridan himoya qiladi, pigment dog'larni oldini oladi va qarishni ham oldini oladi. Ajinlar tushishidan himoya qilishi mumkin. Mana bu yerda esa BB krem. BB kremni qo'rqmasdan har kuni ishlatishingiz mumkin. Yuzingizga hech qanday zarari bo'lmaydi va SPF 10 yana quyosh nuridan himoya qilishga yordam beradi. Tonalniy osnova bu pardozning eng asosiy qismi hisoblanadi. Tonalniy osnova hozirgi kunda Matirshi tonalniy osnovalardan keng foydalanilmoqda. Bunda uning ustidan pudra qo'yishingiz shart emas. Shundoq ham jilosizlantirishi va yog'larni oldini olishi mumkin va eng muhimi kechgacha xavotir olmasdan yurishingiz mumkin, uzoq vaqt saqlanib turadi. Mana bu yerda esa men yuzim yog'li bo'lganligi uchun Matirshi namlantiruvchi kremdan foydalanaman. Sizning yuzingizga qarab xohlagan namlantiruvchi kremingizdan foydalanishingiz mumkin. Bu ham tonalniy osnovaning uzoq vaqt saqlanib turishiga va yuzingizga hech qanday zarar yetkazmasligiga sabab bo'ladi. Yana bir asosiy jihat, siz albatta tonalniy osnovadan foydalanganingizda mana bunday sponjlardan foydalaning. Ularni namlab, keyin ishqalab emas, balki yuzingizga mana bunday harakatlar orqali surtsangiz, tonalniy krem juda ham chiroyli yotadi yuzingizga va uzoq vaqt saqlanib turadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.